Atigi 10 ming so'm bilan hayzdagi og'riqlardan, sistitdan va ginekologik shamollashlardan xalos bo'lishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Bu mahsulot juda kuchli antioksidant. Shuningdek, shamollash va viruslarga qarshi juda samarali bo'lganligi uchun tanadagi barcha shamollash, yallig'lanish viruslarini tez orada bartaraf etib bera oladi va bu mahsulot gormonal balansni normaga soluvchi top 10 ta mahsulotlarning 3-chisi bo'lib, uning nomi qalampir munchoqdir, ya'ni gvazdika. Gvazdikali choylar kurs lecheniya qilib ichilganda gormonal balansni normaga sola oladi, hayzdagi og'riqlarni bartaraf eta oladi va hatto sistitlardan ham xalos bo'lishga yordam bera oladi. Qalampir munchoqli 3 xil choy retseptlari orqali esa yuqorida sanab o'tgan barcha ginekologik muammolardan xalos bo'lish yanada oson. Retseptni bilishni xohlasangiz, videoga like bosing va albatta kommentariyada 3 sonini qoldirishingiz bilanoq men sizga retseptlarni yuboraman.